23-bob. Omonat va diyonat bayonida. Din ulamolari va ahli urafolari mundoq aytishicha, omonat yaxshi sifat aro rukni azamdir va diyonat xalqning ildizidir. Iymon omonat bilan mukammal bo'ladi. Omonatga xiyonat qiladigan kishida iymon yo'q. Shariat qoidasi diyonat rasmini saqlash bilan tartib topadi. Shar'iki qaror oldi siyonat uzra. Din qoidasin qo'ydi diyonat uzra. Ko'ngilda agar bo'lsa omonatdan asar, yetmas do'zax o'tidan hech zarar. Har ish chehrasiga tafakkur nazari bilan boqsang va sabr ko'zi bilan har ko'rgan va eshitgan narsaga qarasang, bilasanki uning bir haddi omonatga va bir haddi xiyonatga bog'liqdir. Shunday bo'lgach, kishi biror ishda omonat saqlamasa, xiyonat qilgan bo'ladi. Har bir narsani Alloh taolo bandaga beribdi, u unda omonatdir. Masalan, ko'z shunday omonatki, uning bilan qudrati ilohiy narsalarga qarasinlar. Quloq omonati shuki, u bilan Alloh taolo kalomini va Rasululloh hadislarini va ahlulloh nasihatini eshitsinlar. Til shunday omonatki, u bilan Haq taolo zikrini aytsinlar. Qo'l omonati shuki, u bilan haloyiqqa foyda keltirsin. Qolganlari shunga qiyos. Mabodo kishi ko'zini harom narsaga qaratsa, qulog'ini noshoyista so'zlarga solsa, tilini yolg'on bo'xtonga ishlatsa, qo'lini musulmonlar ozoriga uzatsa, Alloh taoloning omonatiga xiyonat qilgan bo'ladi. Nahi Rabboniyki, ey iymon keltirganlar, Allohga va Rasulga buyruqlariga xiyonat qilmangiz va bir-biringizdagi qo'ygan omonatlaringizga ham bilib turib xiyonat qilmangiz. Anfal surasi 27-oyat. So'ziga quloq solmagan bo'ladi. Sharm tutmassan mukim, ko'rmish xiyonatni Xudo, hech qo'rqmassan mukim, yetkay xiyonatga fano. Podshohlarga bu omonatlarni saqlashdan boshqa yana shunday omonatlarni himoya qilish ham lozim. Ya'ni xalq Haq taoloning podshoh qo'liga topshirgan omonatidir. Agar uni himoya qilishda xato qilsa, omonatdorliklari asosiga putur va qusur yetadi. Donolar aytishicha, agar podshoh zolim amaldorni mansabga qo'ysa, xalq yumushlarini shunday sitamkorga havola qilsa, xalq huquqida xiyonat qilgan bo'ladi. Chunki sitamgarni zaif va ojizlarga mutasaddi qilish bo'rini qo'ylarga cho'pon qilgandek gapdir. Masaldur kim, sitamkori bo'ridur, raiyalar anga qo'y qo'zidur. Bo'rini aylasang qo'ylarga sardor, balo ilkiga bo'lg'aylar giriftor. Diyonat so'zi ma'nosini ham mulohaza qilish lozim. Diyonatning ma'nosi omonat saqlamoqlikdir. U omonat Allohning dini va banda o'rtasida maxfiy bo'ladi. Uni izhor qilgandan keyin kishi undan xabardor bo'ladi. Diyonat rasmini saqlash ikki jahon saodatiga, balki Xudo roziligiga sababdir. Bediyonat sori ro bermish dunyo va ne din. Hosil olg'aygar diyonat aylasang. Dindor kishilar haloyiq nazarida hamisha aziz va muhtaramdir. Nushirvonning zamoni boshlanishida adolat bayrog'i ko'tarilmagan edi. Podshoh ayshu ishratga mashg'ul bo'lib, raiyat ahvoliga qaramas edi. Uning bir qo'shnisi bo'lib, karam sifati bilan va mehmonga yaxshi muomala qilishda ovozasi haloyiq tilida mazkur edi. Judiydin faqir ahli dilshod erdilar, tangliq bandidan ozod erdilar. Podshoh qo'shnisining qo'li juda ochiq edi. Katta-yu kichikni doimo mehmondorchilikka chaqirardi. Jovon mardligi, saxovat peshaligi xabari haloyiq orasida mashhur bo'lgach, Nushirvon imtihon qilish uchun kiyimini o'zgartirib, savdogorona libos kiyib uni uyiga bordi. U Nushirvonni tanimadi.
Shunday bo'lsa-da oldiga peshvoz chiqib, uni bir dilkusho va rohatbaxsh supaga o'tirgizdi. Muruvvat rasmini va ziyofat qoidasini shunday bajo keltirdiki, Noshirvon hayratda qoldi. Ular suhbat qurgan supadan bog' tarafiga qaragan panjaralar ochiq edi. Bog'da g'arq pishib turgan uzum panjaradan bemalol ko'rinar edi. Majlis oxir bo'ldi. Noshirvon: "Ey xo'ja, men bir savdogar kishiman. Sizning muruvvat va jovonmardligingizni eshitib kelgan edim. Juda hayron qoldim. Sizning saxovat peshaligingiz shuhrati hammaning og'zida. Aslida aytganidan 1000 chandon ortiqroq ekansiz. Endi uyimga ketaman. Takallufsiz aytingki, sizga qanday yordam beray va nima tuhfa yuboray?" deb so'radi. Jovonmard dedi: "Ey mehmon, davlatdan hech narsa kamchiligim yo'q. Lekin bu uzumdan yegim keladi. Agar sizni biron boqqa uzum sayriga olib borishsa, yo biron yerdan sizga uzum tuhfasi keltirishsa, o'shandan biroz yuborsangiz." Noshirvon dedi: "Bog'ingizda uzum ko'p ko'rinadi. Nima uchun o'zingiz shu uzumdan yemaysiz?" Javob berdi: "Ey mehmon, bizning podshohimiz zolim va g'ofil kishi. Raiyat holidan parvosi yo'q. Bu diyor xalqi bog'larining uzumlari pishiqchilik mavsumiga yetibdi. Podshoh ushur olish vaqtini hanuz tayin qilmadi. Hozir ko'pchilik ushur berishni mulohaza qilmay uzum yeyishmoqda. Men bunday qilishdan mahrumman. Chunki bog'imda podshoh haqqi hanuz bor. Uni to'lamay turib uzum yesam, begona kishi haqqiga xiyonat qilgan bo'laman. Mening mazhabimda xiyonat va bediyonatlik haromdir. Har yili odatim shuki, daraxtlar mevalari g'urra bog'lagan zamon bog' eshigini mahkam berkitib muhrlab qo'yaman. Podshoh ushurini olmaguncha boqqa hech bir kishini kirgani qo'ymayman. Avval ushurni to'lab, ana undan keyin uzum yeyishga erishaman." Noshirvon bu hikoyani eshitib ta'sirlanib yig'ladi va: "Ey jovonmard, o'sha zolim va g'ofil podshoh menman. Sening bunday diyonating sababli g'aflat uyqusidan uyg'ondim. Men hozir shunday ahd qildimki, bundan keyin raiyat holidan bexabar bo'lmayman va adolat yo'lidan chiqmayman" dedi. Shundan so'ng Noshirvon u kishini ko'p aziz va mukarram ayladi. Topqusi har ish diyonatdan nizom, ham omonatdan kishi komil bo'lur. Har kishi bo'lsa diyonatlik anga, ikki olam davlati hosil bo'lur. Xabar qilishlaricha, Balx hokimining o'g'li bir kuni sahroga tomosha qilgani chiqqan edi. Nogoh nigohi bir past tomlik hovliga tushdi. Qarasa, bir chol Zunnor arabcha belbog' chilbir, musulmon davlat hududida yashab boshqa dinga e'tiqod qiluvchi musulmon emasligini belgisi sifatida taqib yuradigan belbog'. Qarasa, bir chol Zunnor belida va ketmon qo'lida daraxt o'tqazar edi. Amirzoda: "Ey chol, sen ekkan daraxting mevasini yeyishga umring yetmaydi. Behudaga nega shuncha tashvish tortasan?" deb so'radi. Chol javob berdi: "Boshqalar daraxt ekdilar, mevasini biz yedik. Biz daraxt eksak, bizdan keyingilar yeydilar. Ajab emas, nasib bo'lsa biz ham yermiz." Amirzoda yosh o'spirin yigit edi. G'ururiga bas kela olmadi. Xotini taloq bo'lish sharti bilan qasam ichib, "Sen bu bog' mevasini yeya olmassan" dedi. Amirzoda bu so'zni aytib o'tib ketdi. Chol: "Bu kim erdi?" deb so'radi. Unga Balx hokimining o'g'lidir deb aytdilar. Bu voqeadan so'ngra 2-3 yil o'tdi. Amirzodaga yana sayr qilish havasi paydo bo'ldi. Tobelari birla otlanib chiqdi. Nogoh bir bog' eshigiga yetib keldi. U bag'oyat dilkusho va benihoyat xushhavo jannatday edi. Daraxti barcha avjiga yetishmish, ki shoh uzra shirin meva pishmish. Qunub qushlar daraxt ustida xariyon, bo'lurlar sayramoq birla xush alxon.
Amirzodaga bu mavze juda xush yoqdi. Bog' ichiga kirib bordi va belbog'li cholga ko'zi tushdi. Chol ham Amirzodani ko'rdi, ammo tanimadi. Amirzoda ham chol voqeasini unutgan edi. Alqissa, chol shirin va latif mevalardan tovoqqa to'ldirib Amirzodani oldiga olib keldi. Amirzoda mevalardan biroz tanovul qildi. U mevadan ozgina cholga ham berdi. Chol mevani qo'liga oldi, lekin uni yemay Amirzodaning mulozimlaridan biriga berdi va dedi: "Men bu bog' mevasini yemasman." Amirzoda so'radi: "Nima uchun?" Chol dedi: "Shuning uchunki, bir zamon men bu bog' daraxtlarini ekib yurganimda hokimimizning o'g'li bu yerga keldi. Bu daraxtlarni nega ekayotganimni surishtirdi. Menga aytdiki, umring o'tib va go'r labiga kelibsan u yana daraxt ekib mevasini yeyishni orzu qilayapsan." Bu so'ziga javob aytgan edim, u "Bu bog' mevasidan yeyolmaysan" deb taloqdan qasam ichdi. Men o'zimcha umrim oxir bo'lgunicha bu bog' mevasini yemayin deb ehtiyot uchun ahd qildim. Aks holda u Amirzodaning xotini taloq bo'lib qoladi. Men bu ishda diyonat uhdasidan chiqmoqchiman. Amirzoda dedi: "Ey bobo, o'sha Balx hokimining o'g'li qasam ichgan menman. Rahmat, diyonat saqlabsan. Shuning uchun evaziga vazirlikni senga berdim. Hech bir muhim ishni sen bilan maslahat qilmay boshlamayman." Chol bu so'zni eshitdi, keyin bir lahza boshini quyi soldi. Undan so'ngra boshini ko'tardi. "Qabul qildim, ammo musulmon podshohga gabir, ya'ni g'ayriddin vazir ravo emas" deb zunnorini kesdi va kalimai shahodatni tiliga joriy qildi. U diyonatning barakati bilan islom diniga musharraf bo'ldi. Gar ulug'liqni tilar ersang diyonat birla bo'l, kim budur mulki saodat sorig'a bormoqqa yo'l.